sizlar bilan 2 soatda. Bugun sizlarga YouTube'ni nakord ko'rishni o'rgataman. Sizlarga birinchi bo'lib Tools degan ilova kerak bo'ladi. Mana YouTube'ga o'xshagan o'rtasida uchburchak bor va tepaga qarab stirelka bor. O'tamiz va YouTube'imizga kiramiz. Kirganimizda kanalni ochib, videoni mana shu videoni ulashishga bosamizda havolani nusxalashga bosamiz. Chiqib turib Tools'ga kirib mana shu joyiga mana men kiritib qo'yganman, boshqatdan kiritaman yana. Mana kiritdim. Keyin bos tugmasini bosamiz. Men hozir 0 marta, chunki mana bu raketacha 1 marta turasizlarda bos tugmasini bosgan paytingiz. Shunday mana bu obunachingiz ko'payadi. Obunachilar ham ko'payadi. 15 tagacha obunachi yig'iladi, keyin videongiz 70 martalar ko'riladi. Sizlarga bitta maslahat, hammaga ochiq qilib qo'ying. Agar hammaga ochiq qilmasangiz, menga o'xshab 70 tagan odam ko'radi, keyin ko'rmaydi. Keyin boshqatdan tahrirlashga bosib, yana videoni ko'tarishingiz mumkin. Keyin mana menga hozir post tugmasini bossam, postaga degan tugmani bossam, narxlari kelib chiqadi. Sizlarda 1 martalik raketa bo'ladi, raketani ishlatishingiz esa mumkin. Shuning uchun endi chiqamizda, masalan, endi YouTube kanalimga o'tamiz. O'zimning glavniy YouTube kanalimni ko'rsataman. Voy, shortsga o'tib ketdi, uzr. Ming bor uzr. Hisobni almashtirish. 0 obunachi bo'lib turibdi. Hozirgi sizlarga rezultatni ko'rsataman. Kanalni ochish. Mana. Hozir boyagina qo'ygan videom 215 ta. Kecha qo'ygan videom nakord ko'rgan videom 77 ta. Nakord ko'rmasa mana qo'ygan videom 345 ta ko'rilgan. 404 ta ko'rilgan. Nakord ko'rmaganim yana 1400 marta ko'rilgan. Sizlarda ham shunday rezultat bo'lishini kutib qolaman. Endi nima qilamiz desak, shunday ko'tarib beradi. Любой bitta nomimizni ko'ramiz. Hozir meni videom turadi. Uzr. Hozir meni videom bittasi turadi. Nimadir yo'q bo'lib qoldi. Meni videom edi 1-aprel 2025 o'rnatilgan. Men ham mana meni videom edi, mana bu edi.